Baş. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Men Bahodir Sapayev 13-maktab direktoriman. Kecha ham bir efir qildim. Bugun yana bir qilishga majbur bo'lyapman. Endi bu efir o'zimizni e'lon uchun bo'lganligi uchun o'zimiz shevada ham gapirishga harakat etaman. Hurmatli ota-onalar, xabarlarınız va o'quvchilarimiz değerli odamlarni, mana pedagoglarni gapirgan so'zlarini qabul etmay boshladi oxirgi vaqtda. Undan tashqari sizlarni ham aytganlaringizni etmay boshladi. Ota-onalarni ham aytganini etmaydi. Ko'pchiligi kechikib keladi, sochini oldirmaydi, shaxsiy gigiyenasini rioya etmaydi. Sumkalarni bir kichkina bir bir ko'chaning chetida turadigan ayollarning sumkalaridan o'zingiz tushundinglar-ku, qaysi ayollar haqida so'zlab turganimni. Shunday ayollarning sumkalarini ko'taradilar, kalta noski kiyadilar, umuman noski giymay keladilar. Patinkalarni ichine noski giymay qanday patinka kiyish mumkin bilib bo'lmaydi. O'zi meni bilasizlar, harbiydan chiqqanman. Harbiyda qaysi erkek mana hozir ko'rib o'tirganlarning ichida harbiy xizmatni o'tagan bo'lsa biladi. Mana u kepkani bunday etib ko'tarib, to'ppini orqasiga qo'yib yursa, dar ofitserlar zamechana qiladi, to'g'rilab yur deb. Nima uchun shu ishni qiladi? Aslında onu bunday qo'yib, sochini yashirib, peshonasini yashirib qo'ygan bilan yo bunday qo'ygan bilan hech narsa o'zgarmaydi. Hech narsa o'zgarmaydi. Lekin bu yerda intizomni ya'ni bu berilgan buyruq, ya'ni topshiriq bor, to'ppini bunday qo'yib kiy yo kepkani bunday qo'yib kiy degan topshiriq bor. Shu topshiriqni qay darajada u qabul qilib bajaryapti yo'q, shuni biladigan indikator u. Ya'ni biz ham aytib turibmiz, ana kichkina sumka taqib kelma, kitoblarni sig'adigan sumka taqib kel, yoki kalta noski kiyib kelma, yoki sochingni oldirib kel degan nelar aytib turibmiz. Bu bilan uni qilsam, qilmasam bilim bilan ikkisini o'rtasida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Lekin bir yeri bor. Bu pedagogikada обратный связь degan tushuncha bor. Ya'ni ta'lim berib turgan odam o'zi ta'lim oluvchisi, ya'ni o'quvchidan ta'limni olyaptimi, yo'qmi, shuni bilish uchun savol berib tekshirib ko'radi-ku. Misol uchun tarbiya beramiz biza. Kechikib kelma, toza yur, ozoda yur, kattalarga salom ber, kichiklarga izzatda bo'l, urushma deb ta'lim beramiz-ku. Shuni olib turibmi, yo'qmi, uni bilish uchun tashqi ko'rinishdan bilib olamiz. Bu maxsus indikator, ya'ni forma kiyib kel, toza giyinib kel, galstuk taqib kel, oq ko'ylak kiyib kel, dunaqingni olib kel, noskingni kalta noski giyma degan narsalar, bular aslında tarbiya olyaptimi u bola, yo'qmi, shuni indikatori bu. Ya'ni biz обратный связь, ya'ni bor tekshirib turibmiz, bola olib turibmi shu narsani yo'qmi? Kechikib kelma deb turibmiz. Bolalarni so'z orqali tushuntirib bo'lmay borayotir. Oxirgi vaqtda pedagogning aytgan gapini ko'ziga qarab turaveradi, ko'zini pirpiratib turaveradi. Lekin u mutlaqo olmaydi. Mutlaqo olmaydi. Fikrini olmaydi. Uni neden bilamiz? Ina misol uchun kichkina somkada gema, kitob to'ladan somkani ko'tarib kel degan so'zimizni eshitib turibdi, lekin olmay turibdi, tekshirib turibmiz. Endi biza so'z bilan olmagandan keyin bizada, nafaqat bizada, butun pedagogika olamida, O'zbekistondagi pedagogika dunyosida shunday tushuncha paydo bo'ldiki, bulara kichik sumkani, kalta noskini kim giyizdi? Ota-ona giyizmadi uni, ota-ona qilmadi u ishni. Ulara u narsani internet qildi, ijtimoiy tarmoq qildi. Ijtimoiy tarmoq orqali zaharlandi bular miyasi. Ular miyasi ijtimoiy tarmoq orqali to'lib borayotir. O'qituvchining gapini olmay, ijtimoiy tarmoq degan narsani olishni boshladi bular.
ijtimoiy tarmoq orqali videoga olib gruppa ataşandan keyin katta o'zgarishlar yuz berib turibdi. Yine akşam 10-15 balam tutgan bo'lsam, bugun birisini tutdim. Bir ikkisine prosto tanbeh berdim. Lekin ijtimoiy tarmoq orqali ana shu Güldürsün katta Güldürsün guruhi yoki Güldürsün ofeni guruhina, mahallani guruhlarini tashagandan keyin, ota-onalarning guruhina tashagandan keyin bolasini videosini ana undan keyin bolalarda o'zgarish boshlanayotir. Ya'ni bularni qabul qilish nuqtasi telefon orqali bo'ldi. Bundan kelib chiqib shundan xulosa qilamizki, hurmatli ota-onalar, shu telefonlarni yuvarib turibsizlar. Ko'pchilik hozir men efirimdan aytishim mumkin. Sizlar pedagoglar tarbiya uchun oylik olib o'tiribsan, ta'lim uchun oylik olib o'tiribsan, o'zing ber, tarbiyangni, o'zing ta'limingni ber deyishing mumkin. Kechirib qo'yasizlar, bir joyda aytaman. Ta'lim tarbiyani berganda ota-ona pedagoglar bilan, pedagoglarimiz bilan birlashsagina bu o'quvchini yenga olamiz biz. Ko'pchiliging balanga ozgina qattiq so'zlasa, kelib balangni tarafini olib pedagogga yopishib ketasan. Pedagogni urmoqdan ham qaytmaysan, yaqalamoqdan ham qaytmaysan ko'pchiliging. Lekin pedagog tarafda turib olish kerak. Alisher Navoiy bilan Husayn Bayqaro o'tirgan sahnani ko'rgan bo'lsanglar, Husayn Bayqaro podshohning o'g'li shu vaqtda, Xurosonning podshohining o'g'li. Alisher Navoiy shuni vaziri bo'lgan, vazir bo'ladigan darajadagi katta tabaqadagi odamlar. Shu o'qituvchini tur degan vaqtda turib, qo'rqib, qaltirab turgan sahnasini ko'rsanglar, u vaqtda pedagoglarga juda katta e'tibor berilgan. Bularni aytgan degani bo'lgan. Hozir biza bir bolaga bir chertib qo'yib, yo'rtib kelasizlar bera maktabga. Meni bolam oqadi, sen deyding, undayman deydi. Oxir so'z bilan tushuntirib bo'lmayapti. Urush mumkin emas. Kechirib qo'yasizlar ota-onalar. Agar men hozir gapimni mazmunini, mantiqiy yakunini aytadigan bo'lsam, telefon orqali girib kelib turibdi. Telefon orqali ana bu nelar? Hamma bu giyinishlar, diz yirtiq shimlar, diz yirtiqning prototiplari, ya'ni yirtiqqa o'xshagan bir chiziqlar qo'yilgan shimlar, hammasi telefon orqali brend deb girib kelib turibdi. Uni yoki hezalaklarni shimi deb emas, yo boshqa deb emas, geylarni shimi deb emas, u prosto brend bo'lib girib kelib turibdi, moda deb girib turibdi. Ya'ni yashirincha kiradi. U galoboylarniki geylarni shimi yoki hezalaklarni shimi desa, u narsani hech kim giymaydi. Uni buni zo'r odamlar giyadi deb bir sportchilarga giyizdirib, yana bir taniqli yulduzlara giyizdirib, bizning bolalarimizni shuni moda deb girgizib turibdilar. Hurmatli ota-onalar. Ya'ni aytajakim, telefon orqali girib kelib turibdi. Agar sizlar zo'r bo'lsanglar, ota-onalar, hurmatli ota-onalar, har bittangiz o'zingizni bolangizdek telefonni olib qolib ko'ringlar qani. Yo'q, meni bolam o'zimni aytganim aytadi, men aytganim o'tir desam o'tiradi, tur desam turadi, meni qizim desanglar degan fikrda bo'lsanglar, qizim yoki bolam telefoningizni bir tashab keting qani, maktabga olib bormang, maktabdan keyin olasiz deb ko'ringlar qani, bir mart olib ertagina bugun chorshanba bo'ladigan bo'lsa 8-aprel 2026-yil sizlar 9-aprel kuni ertang ko'rik qani. Yoshlar kuni deb prezidentimiz belgilab qo'yibdi. Telefonsiz kelsinlar qani. Telefonsiz kelsinlar qani, ota-onalarning bu zo'rligini ko'rik qani. Bolasına gap o'tamagan. Ayrimlaringda bir farzanding boya ikki, shunga ham gaping o'tmaydi. Evida 700-800 bola yuribdi. Bizanna bu bolaga telefoningni olib kelma, telefoning ichida pornografik material saqlama, telefoningda yomon narsa ko'rma deyishdan boshqa ishimiz yo'qmi? Bu darsda 45 minut unga tema berilgan. Masalan, fizika 45 minut kirish qismi, asosiy qism, yakunlovchi qismi bor. Bu yerda telefon haqida so'zlaydigan yeri yo'q uni darsda. Tanaffus bor, tanaffusda u telefoni bo'lsa yoqish kerakdan ota-onasi bilan so'zlash, men darsdaman, tirikman, eson-omon yuribman deb yana o'chirib girishi kerak darsga u aslında. Lekin u telefonni kavlash, uni ichindagi pornografik materiallarni aniqlash, uni ichki ishlarga taqdim etish, u bizning majburiyatimizga girmaydi. Haqqimiz ham yo'q u narsaga bizning. Telefon kavlash.
Hurmatli ota-onalar, agar zo'r bo'lsanglar, agar sizlar shuni talabini nima desam ekan, buzilib ketib qo'yayotganini misol uchun bizani ayblab turgan bo'lsanglar ko'pchiligingdan aslında telefondan buzilib turibdi. Telefondan şunu tushunib yetinglar. Muallim ulara bunday etib giyinibga, bunday ichki so'mka ko'taribga yoki sochingni munchalatib ya jimminikini etib o'stiribga deb turib aytmaydi axir. Ular shunday etib kelib turibdi. Telefon orqali buzilib turibdi. Demak, telefonni chekish kerak, cheklash kerak. Cheklash uchun balangizga gapingiz o'tishi kerak sizlar ota-ona sifatida. Balangizga aytishingiz kerak. Balam telefonni tashlab ket. Olib borma maktabga deb. Telefon orqali buzilib borayotir, hurmatli ota-onalar, bolalaringiz. Telefon orqali buzilib borayotir. Shuncha telefonlarni tutib turibmiz. Aytib bo'lmaydi o narsalar bor ichida. Pornografik materiallar to'lib yotibdi. Buning uchun Google'a girib, balangiz telefonini olib qo'lindan Google'a girib istoriyasini, qaysi saytlara girdi, qaysi sayt sahifalarni ko'rdi, shuni istoriyasi, ya'ni tarixini ko'rsanglar, şöyle yazılgan turibdi. Hammasi qaysi pornografik saytlara girib, qaysi videolarni tomosha etgan. Hamma narsasi bor. Bolalaringiz telefonlarini ko'ringlar ish olib yotibdi. Hurmatli ota-onalar. Men oqshom ham aytdim, iltimos sizlardan, bizlar bilan birgalikda bo'linglar. Shu yoshlar bizning kelajagimiz. Bizlar bu dunyoga o'ramasmiz. Ertang bu kursini shu yoshlarimizdan ichidan kimdir kelib o'tiradi bu yerga. Bulara bir nima desam ekan, tashqi mana bu g'arb davlatlaridan kirib kelayotgan bir bizani mentalitetimizga, dinimizga, umuman urf-odatlarimizga yot bo'lgan g'oyalarni zararlab miyalarni to'ldirishni to'xtatishimiz kerak. Hozir bizlar sizlar bilan birgalashib shu bolalar bilan bunga qarshi kurashmasak, ahvol yaxshi bo'lmaydi, hurmatli ota-onalar. Birlashik, ko'pchilikni majlisga chaqiramiz. Majlisga. Faqat buni misol uchun 100 odam chaqirsak, uni bir bo'lsa bir 20si keladi. Bu 20 ham 18 ya 19 ayol kishi keladi. Otalar kelmaydi. Otalar bolasini bilimi bilan, tarbiyasi bilan befarqmi yo non topaman deb yo'rtib yuribmi? Yo'rtering non topaman deb. Lekin bu yerda bolangizni ishlab turganini xabaringiz bormi? Qizlar bilan bolalar bir-birini pornografik rasmlarni deb tashashib, pornografik videolarni tashashib, bir-birlari bilan no'lan so'zlashib yurganlardan xabarlaringiz bormi sizlarning? Bilmaysizlar hech qaysini. Biz ana borib turib, uni geshda yotgan ko'rpasini teyinda yotib telefonni chiqilab yotgan vaziyatni paylasha majbur emasmiz? Sinf rahbari, direktor yoki psixolog yoki ma'naviyat bo'yicha o'rinbosar. Qachongacha biz uni paylaymiz? Ota-ona bo'lib yordam beringlar sizlar. Yo telefonni taqiqlab tashanglar maktabni bitirinchasini. Telefondan foydalansa siznikidan foydalansin. App beringlar zo'r bo'lsanglar, notebook app beringlar, notebook. O'rgansin saytlarda, bu MyGov'ga girishni o'rgansin, Lexus'ga girishni o'rgansin, OneID ochishni o'rgansin. Ana bu umuman o'zimizning elektron hujjatlar, davlat hujjatlari, davlat qonunlari, farmoyishlar, qonunlar, nelarni, buyruqlarni o'rgansin. Jahonda bo'lib turgan rasmiy veb-saytlarga girib, jahonda bo'lib turgan vaziyatni ta'limda sohasida boshqa davlatlarning ta'limini o'rgansin, o'qit olmasin, til o'rgansin. Sizlar telefon berib qo'yibsizlar. Mutlaka kitob o'qi desa shaytondan qo'rqqanday qo'rqadi. Men misolchi 50 yoshga keldim. Ikkinchi oliy ma'lumot universitet bitirib oliy ma'lumotni ikkinchi oliy ma'lumot oldim. Menga nima kerak misolchi? Men pensiyaga ham chiqqanman. Birinchi ma'lumotim yuridik ma'lumot, ikkinchi iqtisodiy ma'lumot oldim. Menga holam o'qiyman kitob. Har oy bir kitob o'qib chiqaman. O'quvchilarimizga kitobni ko'rsatsan qochib ketadi hammasi. Shaytondan qo'rqqandek qochadi. Hurmatli ota-onalar, biza dim yomon bir fojiali bir vaziyatni oldindamiz hozir. Shu bolalarimizni hozirdan qattiq durmasak tarbiyasini biza yutkizib qo'yamiz. Yaqin kelajakda maktabning o'qituvchilarini ham bir tinamay qo'yadi bular. Ko'p kontentlar paydo bo'ldi. Muallimman urib yuribdi bu bolalar.
Şu derecede yomonlashib borayotir. Orqaga o'tadilar, sigaret chekadilar, nos chekadilar. Qizlara bir yomon gaplarni aytadilar. Bir-birlari bilan yomon narsalarni yozishadilar. Ahvol yaxshi bo'lmaydi, hurmatli ota-onalar. Sizlar bizlarga yordam bermasanglar biz ojizmiz. Bir yere kelsa 5 soat, 6 soat keladi. Qolgan 20 soat sizlar bilan bo'ladi u. Sizlar yoningizda yuribdi u. To'garaga yetibman desam, e'tibor beringlar, u bolani qarash kerak. U ne ish etib yuribdi u bola? Kim bilan o'tiribdi? Ne o'rgandi? Qaysi mavzu? Uyingizga kelganda so'ranglar. Hozir oxirgi mashg'ulot ne edi? Qaysi dars o'tildi? Qaysi mavzu o'tildi? deb so'ranglar iltimos sizlardan. Bolangizdan so'rang, oxirgi dars ne bo'ldi? Qaysi mashg'ulot edi deb. Hurmatli ota-onalar, gapiraman desam, soatlab gapiraman. Sizlarni yig'ib majlis qilib vaqtlaringizni olmaslik uchun men video efir qilib yuborib turibman bu narsani. Video efir qilib, meni kanallarimga girib ko'ringlar buni, vaqtlaringiz bor vaqti va o'zlaringiz xulosa qilinglar. Agar biz birlashmasak, bu o'quvchilarni ezgulik tomonidan ongini egallab ola olmaymiz. Yaxshilikka qaratib yo'naltirib, bularni internetdan girib miyasini zaharlab, jaholat tomon yetaklab borayotir. Chet elning psixologik hujumlari, chet ellardan turib bizani yoshlarimizni ongini zaharlab borayotirlar. Shuning uchun telefon masalasida iltimos qilaman, maksimalni cheklanglar vallahi. Maksimalni cheklanglar. Shunday vaziyatlarni eshitib turibman. Telefonni olib qo'ygan ota-onani bolalari joniga qasd qilganini, yo bo'lmasam shu ota-onasini borib o'ldirganini eshitib turibman ijtimoiy tarmoqlar orqali. Shu telefonda bunday jonli efirga chiqib turib, bir kichik bolani pichoqlab o'ldirgan holatlarni ham ko'rib turibmiz. Rossiyada bo'ldi, Tojikistonda bolani borib bir bola so'yib o'ldirdi, pichoqlab o'ldirdi 4-sinf bolani. Bu telefon buzib borayotir hammani. Shuning uchun iltimos qilaman sizlardan, bolalaringizni telefondan cheklab, ularga maktabga telefon ko'tarib kelmaslik bo'yicha amaliy yordam beringlar. Biza taqiqlab qo'ya olmaymiz. Sizlar berib bergan vajni olib qo'ya olmaymiz. 1-2 marta olib qo'yib ko'rdik. Bu yerda ota-onalar ana katta shovshuvli bir janjallar bo'lib ketdi. Telefonni olib qo'yganligimiz uchun. Biza olib qo'ymaymiz telefonni. Sizlar olib qo'yinglar. Aslında telefon bilan kelsa, maktabda o'chirishi kerak u. Lekin ular o'chirmaydi. Bir yomon narsalar bilan shug'ullanib yuribdilar. Shuning uchun iltimos qilaman sizlardan, men yordam so'rab chiqib turibman. Bolalaringizga e'tiborli bo'linglar. E'tibor uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Антикоррупция.